Bizlarga ijtimoiy tarmoq orqali ajoyib savol kelgan. Ajrashayotgan er va xotin bir-birini jazolash uchun har xil kuyga o'zligini solishyapti. Aslida jazosini olayotgan kim? Erkak ayolini jazolash uchun aliment puli to'lamoqchi emas. Hali qarasang quduqqa, hali qarasang ko'rpalar orasiga bekinib yuribdi. Aslida kimni jazolayapti? Ayol uzoqda yurgan erini jazolash maqsadida farzandlarini och qoldirib, hali qarasang urib do'pposlab, videoga olib, turmush o'rtog'iga yuborayapti. Aslida ular kimni jazolayapti? Hozirgi kundagi psixologlarimiz aytganidek, detskiy travma. Kattalar bir-birligini jazolayman deb o'zidan paydo bo'lgan farzandlarini jazolab kelmoqda. Bunday ota-onalar uchun sizlar nima degan bo'lardingiz?